Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar, YouTube ishqibozlari, mashina ishqibozlari aka-ukalar. Bitta Gentra, bitta Cobalt, bitta Damas topib qo'ydim aka-ukalar. Xo'p, aka-ukalar, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Videomiz qisqacha bo'ladi. 2015 yili metan gazi bor, 150 mingda atrofida yurgan, kraskalari toza, mashina mexanika, Euro variantidan aka-ukalar. Bitta ko'rsatib qo'y salonlarni. Tiniq holatda aka-ukalar. Metan gazi bor. Balonlari yangi. Kelishilgan narxda sotilaveradi aka-ukalar. 8 mingda atrofida narxi. Cobaltimiz 2025, 10 ming kilometr yurgan. Kraskalari toza. Balonlari yangi. Dokumentda muammo yo'q. Salonlarni bitta ko'rsatib qo'yaman. Avtomat korobka aka-ukalar, 10 ming kilometr yurgan. Mashina benzinda. Kelishilgan narxda sotiladi aka-ukalar, bu ham Cobaltimiz ham. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni pastga qo'yaman. Kelishilgan narxda sotilaveradi aka-ukalar. Xohlagan dokument bo'ladi. Damasimiz aka-ukalar 2013 yili 20-30% kraskasi bor ekan chaqa-chuqalariga. Balonlar yangi qo'yib qo'ygan, metan gazi bor, qo'li chuqurla qilingan. Yurgani 467 ming yurgan ekan aka-ukalar. Qo'li chuqurlatib qo'ygan. Narxiga keladigan bo'lsak, Dehqon akamiz o'zida turibdi. Nomerlarini qo'yaman. 3600 kami bor ekan. Xolang o'tkazib oling, xolang generalni qilib oling. Dokumentda muammo yo'q ekan aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar.